وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, sizlar bilan arab alifbosi darsimizni davom etkazamiz. Bugungi darsimiz inshaalloh ma harfi, ya'ni mim harfi. Mim harfi biz muallim soni kitobini tartib bo'yicha ketyapmiz. Muallim soniga odatdagidek darsimiz yozma ravishda bo'ladi. Demak, boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mim harfi. Mim harfining demak so'z boshida kelishligi, mim harfining so'z boshida kelishligi, ya'ni agar ustiga fatha qo'ysak nima bo'ladi? Ma. Mim harfining o'rtada kelishligi, buni kasra bilan aytsak mi. Mim harfining so'zning oxirida kelishligi, domla qo'ysak mu. Demak, ma, mi, mu. Mim harfi fatha bilan ma, mim harfi kasra bilan mi, mim harfi domma bilan mu bo'lib o'qilinadi. Demak, bularda ismi fatha, ya'ni a tovushini beradi. Bu kasra i tovushini beradi. Bu esa domma u tovushini beradi. Demak, yozishni boshlaymiz. Demak, alif fatha, ya'ni alif, hamza, fatha, a, mim harfini yozamiz. Mim harfi, mana mim harfimiz sukunlik. Nima deb o'qilinadi? Am. Alif, hamza, kasra. I. Mim harfi nima deb o'qilinadi? Im. Mana sukun bilan im deb o'qilinadi. Alif, domma, u. Mim harfi ya'ni am, im, Endi mim harfini ro harfiga qo'shib o'qiymiz. Ya'ni mur qanday yozilinadi? Mana. Mim va ro harfi. Ikkalasini qanday qo'shib o'qiymiz? Demak, mim harfiga domma qo'yamiz. Nima deb o'qilinadi? Mu deb o'qilinadi. Mu. Endi ro harfiga esa sukun qo'yamiz. Sukun harakatsiz degani. Ya'ni mur. Mana. Qo'shib o'qidik. Mur. Keyingisi mim harfi muz. Demak, mim harfiga agar domla qo'ysak mu bo'ladi va za harfimiz esa sukunlik. Muz. Endi esa rum ro harfini yozamiz. Ro harfimiz nima bilan? Domma bilan. Ru. Endi mim harfini qo'shib o'qiymiz. Mim harfini qo'shib o'qiymiz. Mim harfimiz qanaqa, nima bilan? Qanaqa harakat bilan? Sukun harakat bilan. Mana bunga sukun qo'yamiz. Nima deb o'qiymiz? Rum deb o'qiymiz. Endi 3 ta harfni qo'shib o'qiymiz. 3 ta harf. Qaranglar, birinchisi alif, a. Ikkinchi harfimiz mim. Uchinchi harfimiz esa ro harfi. Endi harakat qo'yib ko'ramiz. Harakat qo'yib, hammasi mana mim harfini ustiga ma qo'yamiz, ama. Ro harfini ustiga fatha qo'yamiz, ama ro. Demak, ro harfimiz ustida fatha bo'lsa a tovush emas, o tovushini beriladi. Ya'ni yo'g'on harf. Amaro. Endi xuddi shu yana yozamiz. Alif, mim va ro harfi.
Endi harakat qo'yib ko'ramiz bunga. Alif, mim, ro harf. Harakat qo'yamiz. Harakat alifning ustida nima? Domma, ya'ni u. U mim harfimizning ostida kasra bor. Ya'ni mi, ro harfimiz ustida fatha bor. Nima deb o'qilinadi? Umiro. Umiro. Endi yana xuddi shu harfni yozamiz. Mana alif yozdik. Mim va ro harfini yozamiz. Endi harakat qo'yamiz. Shunga alifning ustiga fatha qo'yamiz. A. Mim harfining ustiga sukun qo'yamiz. Birin boshda o'qidik-ku. Endi ro harfining ustiga esa domma qo'yamiz. Nima deb o'qilinadi? Amru. Amru. Demak, buni hozir yozib olasizlar. Men hozir buni bir o'qib turib, keyin o'chirib, yana qolganini yozaman. Demak, boshdan o'qisak: ma, mi, mu, am, im, mur, muz, rum, amara, umira, amru. Demak, mana shuni yozib oling. Men doskani o'chiraman. Demak, kelgan joyida boshlaymiz. Demak, amru. Endi imru. Alif. Alif. Hamza kasra i. Mim ya va ro harfini yozamiz. Demak, mim harfimiz sukunlik. Im, ro harfimiz esa dommalik. Imru. Imru deb qo'shilib o'qilinadi. Endi romzu. Ro harfi fatha bilan ro. Mim harfi sukun. Rom. Endi za harfi. Z harfi r harfidan bitta tochkasi bilan farqlanadi. Romzu. Romzu. Irmi. Mi. Mi. Mana. Qo'shib o'qisak, irmi. Endi mim. Mana qaranglar. Mim ro, yana mim ro. Endi bunga harakat qo'yamiz. Harakatlar. Ma qo'ysak ma, roga sukun qo'ysak mar. Mar. Ro harfi fatha. Ro, mim va yana ro. Rom, ro. Yana bitta mim qo'shamiz. Sukunlik nima bo'lib o'qilinadi? Rom. Z harfini yozamiz. Yana mim va z harfini yozamiz. Yana mim yozamiz. Endi buni harakat qo'yib ko'ramiz. O'qiymiz. Z harfining ustiga fatha qo'yamiz. Z. Mim harfining ustiga sukun qo'yamiz. Zam. Bu ham xuddi shunday. Nima deb o'qiymiz? Zamzam. Alif, hamza, fatha. Mana. Qarang. Alif, ro va z harfi va mim harfi. Endi bunga harakat qo'yib o'qib ko'ramiz. Ro harfimiz sukunlik, ar. Z harfimiz fathalik, arza. Mim harfimiz esa sukunlik, arzam. Demak, arzam. O'qiymiz. Imru. Ramzu. Irmi. Mar. Rom.
zamzam, arzam. Mana shu. Demak, bugun sizlar bilan mim harfini qo'shib o'qilishlik kayfiyatini bilib o'tdik. Demak, sizlarga topshiriq. Bu darslarimizni daftaringizga yozasiz va ekranda ko'rib turgan elektron pochta orqali bizga yuboring. Biz o'z munosabatimizni bildiramiz. Iloji bo'lsa ovozingizda ham yuboring. Unga ham bir o'zimizning munosabatimizni bildiramiz. Demak, Alloh taolo o'zi tavfiq bersin. Alloh taolo o'zi ilmini, ya'ni Alloh taoloning yo'lida xizmat qiladigan farzandlar bo'lib yetishaylik. Alloh taolo bu qilgan ishlarimizni Alloh o'zi qabul qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.